Omoq savodashlar, bugungi hikoyamiz Muttaham boy. Burunning burnisida, ko'ringan tog'ning nerisida ikki boy bir tul mo'maygan nurg'un mol-dunyolarni har qanday vaqtda ikkimiz tang kelsak, ondan topshirib bergaysiz degan shart bilan omonatga qo'yibdi. Bir necha kundan keyin bu ikki boy o'zaro til biriktirib, mo'maydan ko'proq mol-dunyo undirib olish g'arzi bilan boylardan biri mo'mayning oldiga kelib, "Sherikim o'lib ketdi. Omonat qo'ygan mol-dunyolarni menga bering" debdi. Mo'may ilojsizlikdan mol-dunyolarni u boyga beribdi. Bir necha kundan keyin yana bir boy kelib, mol-dunyoni talab qilibdi. Mo'may o'tgan voqeani so'zlab beribdi. Boy buningga qoyil bo'lmasdan Mo'mayni so'rab qozining oldiga ilib kelibdi va adolat bilan so'rab berishni talab qilibdi. Qozi ko'p so'rab, surishta qilib bo'lgandan keyin debdiki, "Mol-dunyolarni ikkimiz tang kelsak ber degan ekansizlar. Sen berib sherikingni tepib kelgin. Ondan mol-dunyolaringni ilib beray. Yolg'iz kelsang, ilib berolmayman" debdi. Shuning bilan u Muttaham boy sabab topolmasdan demishchiga tushib yo'liga ravon bo'ldi. Hikmat: birovga qilingan tuhmat hamon bir kuni oshkorlanib xarliq ilib bordi. Sen kuchim yetadi deb birovga tuhmat qilsang, haqiqat ayniki tezla sening qiyofatingni oshkorlab qo'ydi. U vaqtda sen o'zingni qo'ydigan yer topolmay qolasan. Bu hol o'limdanmi battarroqdir.